Assalomu alaykum, Feroz agentsiyasining obunachilar. Omonatxonadan o'yirishni qadrdon. Bugungi obzorimiz Buxoro shahridan. Buxoro City'nin ro'parasida 9 etajga do'mning 8-etajda Yevro ta'mirlangan kvartirani tadbir kelik. Kvartirani ikki tomonlama proyekt. O'zi sizlarga obzor ko'rsatib o'tamiz qisqa yo'lda. Ana bu o'tirgan joyimiz katta kengina perxo'sha qismimiz. Bu yerda bemalol uголок qo'ysangiz ham bo'ladi, mebellarni qo'ysangiz ham bo'ladi. Eshiklarimizga e'tibor bering, sifatli eshiklardan qurilgan, sifatli aboylar bilan ta'mirlab qo'yganlar. Patologlar, natija patolog, lustralar, svitillar qo'yganlar. Ana bu esa bizani katta kengina spalni xonamiz. Spalni xonamizdan cho'tka remontcha qilib, mo'ysha aboylar bilan lustrachalar o'sib qo'yganlar, svitillar qo'yganlar. Panorama terezalarni qarang, e'tibor beringlar. Buxoro City'ning ro'parasida birinchi liniyada LED farlar o'sib qo'yganlar. Radiatorlarimiz hamma joy turetsk radiatorlar qo'ygan, oyoq ostlarimiz esa chiroyli qilib laminat qilib qo'ygan. Ana bersa bizdan kengina katta zal quti bo'ladi. Zalimizga e'tibor beringlar. Aboycha nima deyapti? Gapirib yuboradi deyapti. Lustrachalarni qarang, chotka qilib ta'mirlab qo'yganlar. Qadrdonlarim, bonus sifatini berib, balkoni ham bor. Balkoni ham kengina, beri chiqib mazza qilib, kofecha ichib o'tirasiz. Manzarani tomosha qilib, manzara nima deyapti? Kundan kun beri go'zal bo'lib ketyapti qadrdonlarim. Bizdan obzorimiz ko'ryapsiz, imkon qadar bizga obuna bo'lib, bu obzorimizni do'stlaringizga tarqatishni so'rab qolaman. Qadrdonlarim, Feroz agentsiyasiga obuna bo'ling. Ana bersa bizning kunimiz kengina, katyola qo'yilgan isitki sistemasi, ana bersa panorama terezalar qo'yilgan, ana bu esa e'tibor bering. Bolalar o'yinga o'qigan bo'lib beradi. Detskiy plashadka muammo yo'q. Farzandlar park bo'lib yurmaydi. Kunimizga ham radiator qo'yilgan qadrdonlarim. Hattoki perxoshkaga ham radiator qo'yilgan. Ana bu esa bizning yuvinish xonamiz, patologgacha sifatli kafelar bilan ta'mirlab qo'yganlar. Ana bu esa bolalar xonasi. Bolalar xonasi ham cho'tka remontcha qilganlar. Qadrdonlarim, bu uyga o'z jihozingizni keltirib mazza qilib yashaysiz. Bizning obzorimiz sizlarga ma'qulligimizni like papskani ayamang. Kvartiramiz narxini u yoq kelishib 55 mingga baholaymiz. Yana savdolashga zazorchasi bor, ozgina narx pul bilan kelinglar. Lift muammo yo'q, suv, gaz muammo yo'q, to'yib muammo yo'q. Qadrdonlarim, qadrdonlarim, bu obzorimizni tezroq do'stlaringizga tarqatinglar. Sizlar sababchi do'stlaringiz uylik, vatanlik bo'lishi mumkin. Sizlar sababchi shu xonadonning sohibi uyini sotib ketishi mumkin. Omonatxonadan omon bo'ling, so'qqan tashang, kvartira kelib yashang. Biz ketdik.